mana shu qizlardan bittasiga uylanasan, tanla. Voy, soch kalta-yu. Bo'y kalta ekan. Bunisi-chi? Qorami? Bunisi-chi? Ko'zi g'ilak. Bunisi-chi? Hammasi xunuk bo'lmaydi. Namuncha xunukni urasan? Xotin olish, mashina olish degandek gapda. Mana Spark olib prosta haydab yurgan joying yo'q-ku. Chixol olding, polik almashtirding, bunga ham sarpa suruq kiyim kechak degandek. Sparkingga Mercedes-ni olding-ku. O'zingga moslashtirib olding. Buni ham xarakterini o'zingga moslashtirib olasan-da. O'g'lim, mejiga qo'ydirding, tablosini qildirding, hamma yog'ini nikkel qilib tashlading. Bunga ham tilla taqinchoq, bijuteriya deganlaridek. Mana farasini almashtirding, polirovka qildirding, tonirovka qildirding. Buni ham kosmetologga, salonga olib borasan-da, uni o'zingga chiroyli qilib moslashtirib olasan. Buringizga bitta ena bola xotinni puli ketar ekan, bo'lmaydi. Siz ham Sparkingizga Mercedes puli ketdi, indamay o'tiribsiz-ku. Xotindan foyda bor. Mashinangdan nima foyda bor? Bu bir nosti kayfidagi kayf. Hech narsasi yo'q.